Bankalar hədiyyə beradigan altın puanga o'xshagan moddiy mukofotlarning hukmi. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Turkiyada ba'zi bankalarda bank kartasi bilan pul tutarga karta surkab yoki tordan tovar sotib olib qilingan chiqim ma'lum miqdorga yetganda oltin puan beradigan. Yana ba'zi bankalarda bonus faoliyatlariga qatnashib tovar sotib olsa bonus puan hisoblab lira beradigan ishlar bor. Mazkur hadiya oltin va bonus liralarni ishiltish joizmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Oldi bilan shuni eskartib qo'yish kerakki, bankida hisobot ochib pul omonat qo'ygan ahvolda banki bilan omonat qo'yg'uchining munosabati qarz berguvchi bilan qarzdorning munosabati bo'lib, omonat qo'yg'uchi qarz berguvchi, banka qarzdordir. Bank tarafidan o'zida hisobot ochgan omonat qo'yg'uchi shaxslarga beriladigan oltin puan yoki bonus lira xarakteridagi moddiy mukofot va yoki hadiyalar mohiyatda qarz olg'uchi bank tarafidan qarz berguvchi omonat qo'yg'uchiga mazkur bankada qo'ygan qarz pul sababli berilgan o'simdir. Buningga asosan qarz olg'uchi bankining qarzni qaytarishdan burun qarz berguvchi omonat qo'yg'uchiga bergan oltin puan, bonus lira mukofot yoki hadiyasi haromdir. Mabodo bu oltin puan yoki bonus lira mukofotlar banklar tarafidan o'z bankasida pul omonat qo'ymagan kredit karta egasiga beriladigan bo'lsa edi, qarz berguvchi bank tarafidan qarz olg'uchi kredit karta egasiga hadiya o'rnida joiz bo'lgan bo'ladi. Chunki bu ahvolda bank qarz olg'uchi emas, qarz berguvchidir. Ammo bankida pul omonat qo'ygan kredit karta egasiga beriladigan hadiya bo'lsa, o'xshashla haromdir. Jazoni muomalasi qilishning naqadar og'ir gunoh ekanligini dalillaydigan oyatlar xali ko'p. Masalan, Alloh taolo mundaq degan: Jazoni yegan odamlar qiyomat kuni go'rlaridan jin chepilib qolgan sarang odamlarda qopidi. Bu shuning uchunki, ular Alloh harom qilgan ishni halol bilib, savdo satiq jazoniga o'xshashdir dedi. Alloh savdo satiqni halol qildi, jazonini harom qildi. Kimki Parvardigori tarafidan vaznasat kelgandan keyin jazoni qilishdan yansa, burun olg'ini o'zining bo'ladi. Uning ishi Allohga topshiriladi. Qayta jazoni qilganlar ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qoladi. Baqara surasi 275-oyat. Mazkur hadiyalarning jazoni yetadiganligi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislarida, sahobiy kiramlarning va mujtahid olimlarning bayonlarida, hatto hozirgi zamon fiqh komitetlarining qarorlarida aniq kelgandir. Abu Burda rivoyat qilib mundaq dedi: Men Madinaga kelib Abdullah ibn Salam radhiyallohu anhu ni uchratdim. U: "Kelmamsan, sana talqon xurmlarni yegizib mehmon qilay. Yana taxa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kirgan bir katta uyga kirasan" dedi. Andın sen jazoni yamrab ketgan bir yurtda Iroqda tursan. Agar bir odamda elishing bo'lib, u sana bir uloq saman ya bir uloq arpa va ya bir uloq o't-cho'p hadiya qilsa-mu, uni qabul qilma. Chunki u jazoni bo'ladi dedi. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Biringlar birovga qarz berib tursa, andin qarz olgan kishi uningga biror narsa hadiya qilsa yoki uni biror uloqqa mindirib qo'ysa, u bu hadiyani hargizmi qabul qilmasin va uloqqa minmasin. Lekin mushundaq sovg'a salom berish, qarz elishdan burun u ikkisining orasida bo'lib turgan bo'lsa, uni qabul qilsa bo'ladi. Imom Ibn Qudama mundaq degan: Qarz berganda qarshi tarafga uyini ijara berishni yoki o'ziga bir narsa setib berishni va yoki qarz olg'uchining o'ziga bir qatam bo'lsa-mu qarz berib turishini shart qilsa joiz bo'lmaydi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam savdo bilan qarzni birlikda qilishdan to'sgan. Yana bu qilgani bir to'xtamda yana bir to'xtamni shart qilishdan iborat bo'lib, xuddi bir kishi boshqa bir kishiga uyini sotganda, u kishining uyini o'ziga setib berishni shart qilganiga o'xshash. Agar qarz berguvchi qarz olg'uchiga uyini bozor narxi ijaradan arzonroq ijara berishni shart qilsa yoki o'z uyini bozor narxidan qimmat bahoda ijara olishni yoki o'ziga biror hadiya berishni va yoki sotquchiga biror ish qilib berishni shart qilsa, texmi qattiq harom bo'ladi. U ishlarni shartlashmagan taqdirdami qarzni qaytarishdan burun qilib bersa ham qabul qilsa yanada joiz bo'lmaydi.
Faqatla qarshi taraf qilib bergan biror ish qarshiligida bir ish qilib bersa yoki qarziga hisoblasa andan bo'ladi. Yoki ikki tarafning o'rtasida qarz berishdan burunmi bo'lib kelgan ish bo'lsa mayli. İslam Fiqhi Komiteti tarafidan e'lon qilingan banklarning ochiq hisobot egalariga beradigan hadiyalarning shar'iy hukmi bayon qilingan qarorda izohlanishicha, bu turlik moddiy hadiyalarning hukmi mayli shart qilingan yoki qilinmagan bo'lsin, qarz ya'ni omonat sababli bo'ladi ekan, shundaqla sommasi va muddatiga qarab bo'ladi ekan, bu qarz olg'uchi qarz egasiga beradigan o'sim turiga kiradigan bo'lg'achqa joiz emasdir. Shar'iy o'lchamlardami qarzda shart qilinmagan manfaatga aloqador ahkomlar qatorida yuqorqi hukm mundoq ta'kidlangan. Qarz olg'uchining qarz muddati ichida qarz berguvchiga biror moddiy narsani qarz sababli berishi agar qarz olishdan burun ikki tarafning o'rtasida undaq odatlanish bo'lmasa joiz bo'lmaydi. Yuqorqilarga binoan mazkur hadiya va mukofotlar shundaqla karta bilan bir narsa sotib olmasimi banka tarafidan hisobga kirgizib qo'yiladigan hadiya va mukofotlar karta egasiga harom bo'lg'achqa u qo'lga kirib qolgan taqdirda uni o'zi xajlamay muhtojlarga savob umid qilmasdan berib o'tish orqali qo'lidan chiqarib o'tish kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.